kelibdi. Sizni bunga haqqingiz yo'q. Azizam, bunga haqqim bor. Avvaldan so'rasang. Ana ko'rdingizmi? Ijtimoiy tarmoqlarga joylagan rasmlarni ko'rishni istaysanmi? Begonalar bilan suhbatlarini-chi? Men tengilar joylaydigan rasmlarni ko'rganingizda edi. Kechiring dada, ularni o'chirib tashlayman. Endi kimlar bilan yozishayotganini ko'rsat. O'g'il bola do'stlarimnimi? Do'stlaringga yozishing mumkin. Senga yozayotganlarni ko'rsat. Uni do'stligini qabul qilmadim, ammo yozishda davom Va etdi. sen javob yozyapsan. Xolijonimga qo'ymadi. Senga tuzoq qo'yishdi. Va sen ilinding. Haqiqiy hayoti o'rgatganimdek vaziyatni bahola. Mana bu yigit Malcolm. O'zini rasmga olib birov suratga olgandek taassurot qoldirmoqchi. Do'stlari ham qizlardan iborat. Maqsadini tushunyapsanmi? Ishonib bo'lmaydi bunaqalarga. Erkaklarga. Tushundingmi yoki yo'q? Ishonib bo'lmaydi. Buni bilaman.